Bugün huzurunuzga shunchalik tatlılıq, shunchalik umaq chiqqan, mush odatli turmushingizdan qo'rqmay qilib ketalaydigan Maugirimning tavsiya darsiga olib keldim. Ko'rishdan burun axsiz yurganlarni aymay, kontrol qilishni unutib qolmay, ko'rishinglarni umid qilman. Fikrimizga kiritaylik qizlar. Eng avval yuzimizga shu sho'yru bilan bu jinxualar bilan berib olgandan keyin bizning shu yuzimizda kafin bo'lgan yerlarga tete shuang va yoki jinxua shuanglarni berib olamiz. Berib olgandan keyin fangshalarimizni sökib olib, andan keyin meyimizni basak bo'ldi. Bugun bagan meyim bo'lib qolsa, shu chehrining prijnomurliq, shanya baymay bo'ldi. Mayni berib olgandan keyin jo'shaganing ichidagi oq rangda tilan qilganlarni mushtaq bulutda tilan qilib olib, ufpularimizni berib olsak bo'ldi. Ufpularimizni berib olgandan keyin shu qishimiz o'tib ketdi qizlar. Qishinglar bo'lib qolsa, qashqalarni sizib, shundan makeup berib olsanglar bo'ldi. Yo'q qizlar, mushta cho'tkada uchi bilan orqa tarafini shunda qalat berib olsangiz bo'ldi. Men o'xshash qilib. Bundan showroomni ichidagi mushirani elib, ko'zonlarning old tarafga, ikki tarafga siyarpin sizib olgandan keyin burnimizning uchidan tuzarpin chiqarib, ikki tarafdan tuz siziqdan sizib bilan shu burnimizning shaklini sizib chiqarib olamiz. Chiqarib olgandan keyin shunda oq rangda showroomning ichidagi burnimizning uchi, usti, andan keyin ko'zimizning uch taraflarini tilan qilib olamiz. Tilan qilib olgandan keyin mushirani elib, qopqimizning osti, ust tarafga berib olgandan keyin andan keyin sayxonning ichidagi mavi rangni elib, shu ikki anglimizga burnimizning uchiga, inkimizga sayxonlarni berib olamiz. Berib olgandan keyin mavi qiynoq rangni elib, shu bizning sharjlarimizni sizib chiqarib olamiz qizlar. Sharjlarimizni sizib chiqarib olgandan keyin vosalarimizni sizib, andan keyin vosani tilan qilib olamiz. Tilan qilib olgandan keyin mavi qiynoqroq rangda qopqimizning quyruq tarafdan old taraf qarab berib olamiz. Berib olgandan keyin laklarimizni berib, andan keyin yolg'on kirpiklarimizni chaplasak bo'ladi. Kirpiklarimizni chaplab bo'lgandan keyin shunda holati chiqadi qizlar. Andan keyin yashirimizni inishga uzun qilib qilsanglar shunchalik payiz chiqadi Maugirimda. Yashirlarimizni siz bo'lgandan keyin shu yanjollarimizni azroq chiqarib qo'yamiz. Chiqarib qo'ygandan keyin yana bir qatam ikki anglimizga burnimizning uchi degandek yerlarga sayxonlarimizni berib olamiz. Berib olgandan keyin ultralikning qovg'onsida burnimizning uchi, usti, ko'zimizning uchiga qovg'onlarni berib tilan qilib olamiz. Andan keyin mushqashinglarni ostiga berib olsanglar bo'ldi. Andan keyin shu chunshanbida eg'zimizning shaklini chiqarib sizib olgandan keyin qovg'onlarimizni berib qo'limizga yetib bugungi kirimiz bitdi qizlar. Amskilarni ko'rishaylik, yoqtirgan bo'lsangiz, qo'shib unutmanglar. Xayr, xo'sh.